السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Allah subhanahu va ta'alaning jardimi men sarf ilmi bo'yicha saboqlarimiz jalg'ashadi. Hozir bugungi saboqda yetishdik jayli so'zimizni sabog'imizni boshlaymiz. O'tgan nelarda aytdik, yetishdik arab tilida fe'lun deb aytiladi. Fe'l amal, harakat, is-qimilni bildiradi. Ya'ni bir is-qimilni, amalni, harakatni bildiradi. Yetishdik ikki turga bo'linadi. Mutaaddi saboqda, qozog'chada saboqda deb aytiladi. So'zan lazim salt yetishdik. Salt yetishdi lazim deb aytamiz. Neni bo'lsa mutaaddini saboqda deb aytamiz. Endi mana kitobda yozilgan buni tushuntirmaydigan burun biz bir-ikki misollar keltirib ko'raylik. Misol uchun men aytsam, aytaylik, kataba Zaydun. Kataba Zaydun desam, ne deganimiz? Kataba Zaydun, Zayd yozdi. Zayd yozdi. Men sizlarga hozir Zayd yozdi desam, o'zi men so'ylam oyoqtalami desam oyoqtalmaydi. Ne uchun? O'tkani Zayd meni tushunmay tur. Eshitgan odam meni tushunmay tur. Zayd neni yozdi? Neni degan so'roqning javobi o so'z aytilmagan uchun ne so'ylam oyoqtalmagan. Tag'a bir misol aytaylik. Akala Zaydun. Zayd jedi deb aytdim. Nemisa tag'a bir misol aytaylik. Zaraba Zaydun. Zayd urdi. Endi mana birinchi misolda Zayd yozdi, neni yozdi? Akala Zaydun, Zayd jedi, neni jedi? Zaraba Zaydun, Zayd urdi, kimni urdi? Mana yerda neni, kimni degan so'roqlar javobsiz qolibdir. Endi bo'l so'ylamdir, to'liq bo'lishim. Agar men aytsam, kataba Zaydun ar-risalata desam, kataba Zaydun ar-risalata. Risalatun xat. Sonda Zayd xatni yozdi desam, sonda so'ylam oyoqtaldi. Sonda mana so'ylamimiz endi ne oyoqtaldi. Bitti mana. Kataba Zaydun ar-risalata so'ylam bitti. Endi ikkinchi so'ylamda akala Zaydun dedimda hech nima aytmadim. Agar mana yerda akala Zaydun al-xubza desam, akala Zaydun al-xubza desam, Zayd nanni jedi. Xubzun nan. Akala Zaydun al-xubza. Xubzun nan. Sonda bo'ldi. Endi men tindab turgan odam ne tushundi.
Söylem necali ekenin. Uşunşida zaraba Zaydun dedimde Zayd urdi. Biroq kimni urdini aytganim yo'q. Endi o'sha yerda kimni urdi deganda aytaylik Bakron desem, zaraba Zaydun Bakron desem, Zayd Bakrni urdi desem, sonda söylem ayaqtaldi. Demek barakallohu fikum. Mana bizdagi kataba yetishtiga so'sin akala yetishtiga so'sin zaraba yetishtiga. Demek bol yetishtiklar qanday yetishtik ekan? Bol yetishtiklarning bari mana bu yerda qarasak mutaaddi yetishtik ekan. Mutaaddi. Ne uchun mutaaddi yetishtik bo'ldi bolar desak, o'tgani bolar sabaqda yetishtik. Yetishtik bilan Zaydun fa'il bo'lib tur o'rinda o'sha. Yetishtik bilan fa'il bilan shektilmay o'tib tur. Perihodni deydi o'rishada. Tag'i bir so'zga o'tib tur. Ar-risalata, al-khubza, bakron. Bular endi ne bo'ladi? Maf'ul bihi bo'ladi. Kimda neni so'rog'ina javob bo'lsa maf'ul bihi bo'ladi. Kataba Zaydun ar-risalata. Zayd xatni jazdi. Neni jazdi? Xatni jazdi. Sonda ar-risalata maf'ul bihi bo'ldi. Akala Zaydun al-khubza. Zayd nonni jedi. Neni jedi? Nonni jedi. Al-khubza maf'ul bihi bo'ldi. Zaraba Zaydun Bakran. Zayd Bakrni urdi. Kimni urdi? Bakrni urdi. Demek zaraba ne mutaaddi sabaqda yetishtik ekan. Endi ba'orlar, barakallohu fikum. Bir yetishtikni sabaqdimi, nemisi salt yetishtigini bilish uchun ne istev kerak ekan? Kimda neni degan so'roqni berib ko'ramiz. Kimda neni degan so'roqni berib ko'ramiz. Qani sonday so'roqqa javob bo'lgan so'zga qajatdimi, qajatsizmi? Qajatdi bo'lsa sabaqda, qajatsiz bo'lsa salt. Bu bir tushunlik tema. Ikkinchisi, o'sha yetishtik agar yesimlikni qabuldasa, misol uchun aytaylik katabahu. Katabahu deganim sonda ne degan bo'ladi? Katabahu desam, uni jazdi. Sonda so'z bormi qozoqchada? Nemisi arabchada bor. Uni jazdi, uni urdi, uni jedi bor. Agar men aytsam, endi jalasahu deb jazsam, uni o'tirdi. Bunday so'z yo'q. Uni misol nemesi namahu desem. Namahu uni yo'qtadi. Unday so'z yo'q. Demek jalasa men nama, jalasa o'tirdi, nama yo'qtadi. Bo'l yetishtik qalay ekan? Salt yetishtik. Lazim. Bular demek ne ekan? Bular lazim. Lazim yetishtik. Endi lazim yetishtikka mana biz misol aytaylik. Mana jo'g'ida yetishtik aytamiz. Jalasa Zaydun. Zayd o'tirdi. Zayd o'tirdi. Sonda Zayd o'tirdi degan so'z bilan sizlarga barakallohu fikum ma'na belgili bo'ldimi desak, belgili bo'ldi. Kimda o'tirdi, neni o'tirdi degan so'roq chiqmaydi voy. Lekin Zayd o'tirdi, bo'ldi, ma'na chiqdi. Demak, bu kimda neni degan so'roqqa javob bo'ladigan so'zga qajetsiz. Demak, bu ni perehod ni urishada salt yetishdik.
lazim. Lazim deb aytiladi. Nemesi men aytayin zahaba zaydun. Zahaba zaydun. Zayd ketdi. Zahaba zaydun. Zayd ketdi. Kimda ketdi, neni ketdi degan so'roq yo'q. Durustmi? Demak, zahaba zaydun, zahaba ne ekan? Salt yetishdik. Lazim arabchada. Tag'i bir so'nggi misol. Namal valadu. Namal valadu. Bala yuqtadi. Valadun bala. Bala yuqtadi. Kimda yuqtadi, neni yuqtadi degan so'roq yo'q. Demak, bu ne ekan? Salt yetishdik. Sonda ba'urlar barakallohu fikum. Demak, yetishdik ikkiga bo'linadi. Sabaqda және salt yetishdik. Sabaqda yetishtikda arab tilida mutaaddi deb aytamiz. Salt yetishtikda arab tilida lazim deb aytamiz. Endi kitobimizga qaytamiz barakallohu fikum. Mana kitobda yozuvchi yozibdir. Кейбір yetishtiklar kimda, neni degan so'roqqa javob berетін so'zlarni qajet etib turadi. Bunda yetishtiklar mutaaddi sabaqti deb ataladi. Ya'ni söylemde yetishtik tabis septigi so'z bilan maf'ul bih sabaqtasib turadi. Ular ko'pincha irqsiz yetishtikdagi ismshilar bo'ladi. Misoli, agar biz zaraba zaydun bakran, Zayd Bakrni urdi deytin bo'lsak, onda Zayd kimni urdi degan so'roq tundaydi. Demak, zaraba mutaaddi yetishtik. Aka bir yetishtiklar kimda, neni degan so'roqqa javob berетін so'zlarda qajet yetmaydi. Ularda lazim salt yetishtik deb ataladi. Ya'ni yetishtik tabis sepdagi so'z bilan maf'ul bih sabaqtaspay salt turadi. Ya'ni birinchida sabaqtasadi, ikkinchida sabaqtaspaydi. Ya'ni o'tadi, o'tmaydi. Mutaaddi o'tadi, lazim o'tmaydi. Misol, agar biz jalasa zaydun, Zayd o'tirdi deytin bo'lsak, onda kimga o'tirdi, nega o'tirdi degan so'roqlardan qajeti bo'lmaydi. Biroq nega o'tirdi degan bo'lishi mumkin. Biroq bu joyda nega emas, kimda o'tirdi, neni o'tirdi degan so'roq qo'yilmaydi desa durust bo'ladi. Demak, jalasa lazim salt yetishdik. Kes kelgan amal hareketning fa'ili hareketni jasovchi negizgi yetishdik yesimshi. Buna fa'il negizgi yetishdiga yesimshi. Buni o'rindoshida biroz jengil qilib aytsak bo'ladi. Ya'ni o'rindoshi bo'lmasa isqimil bo'ladimi? Bo'lmaydi. Demak, fe'l fa'ilsiz bo'lmaydi. Agar yetishtikdan bir fa'ili bo'lsa, onda ol vahid. Vahid nemasa mufrad jekeshitur. Bundan keyin alqachon biz endi bu vahid deb aytamiz kitobda. Agar ikki fa'ili bo'lsa, onda uni tasniya, yekilik turi deb aytiladi. Agar ikkidan ko'p bo'lsa, onda jam, ko'pshi turi deb aytiladi. Ya'ni sonda qarangizlar. Vahid tasniya jam'. Vahidun tasniyatun jam'un. Vahid jekishi tur, tasniyatun yekilik turi, jam'un ko'pchilik turi. Endi nimasi ko'pshi turi? Bul fa'illardan, bul o'rindoshlardan har qaysisi birinchi jaqda. Birinchi jaq ne? Mutakallim. Söylevişi. Mana, hozir men söylab turgan bo'lsam, men mutakallimman. Birinchi jaqman. Ikkinchi jaq, mana sizlar, men tinglab turgan odamlar, sizlar muxotab. Ne? Muxotab bu ikkinchi jaq. Ya'ni men tinglab turgan tinglovchi muxotab deb aytamiz.
Кейде talibul ilm jahz jigit bo'lsa, uylanmagan, muhotabni unutib qo'yishi mumkin. Xitba degan so'zni eskirtsam, endi uni unutmaydi. Xitbada, ya'ni bir ayolga so'zlashadi. "Ma'g'am turmushga chiqasanmi?" deb boradi. Shuni xitba deb aytiladi. Muhotabun, xitbatun, so'rab. Nemesi uchinchi shaxta. Uchinchi shaxta g'oyib. Bo'g'dik seni. Uchinchi odamga ne? Uchinchi odamga biz uchinchi odam joyida so'z ketyaptir. Qozoq tilida bog'lar mushkoy rod, jinskiy rod deganlar yo'q. Birdek ketadi barg'a. O'ris tilida bor. Mushkoy rod, jinskiy rod, sredniy rod bor. Arab tilida bor. Arab tilida bor. Sonda bo'lardan har biri muzakkar, bo'l ertegi, muannas ayeltegi. Ertegi mushkoy rodda muzakkar deb aytamiz. Ayeltegi muannasda ne deb aytamiz? Jinskiy rod deb aytamiz. Yetishtiklarda yetishdan ikki turi bo'ladi. Yetishtikdan ikki turi bo'ladi. Negizgi ma'lum, ya'ni irqsiz majhul. Qarangizlar. Mana действительный залог deydi o'rischada, so'sin stradательный залог. Действительный залог negizgi yetishtik. Stradательный залог irqsiz yetishtik. Arab tilida negizgi yetishtikda ma'lum deb aytamiz. Irqsizda majhul. Nemesi qarangizlar, keydi buni barakallohu fikum majhul deganda aytmay, ne deb aytib kerak? Lam yusamma fa'iluhu. O'rindovchisi aytilmagan yetishtik deb aytsa durustroq bo'ladi aqida jaqdan. Ne uchun aqida jaqdan? O'rnida aytilar inshaalloh. Negizgi yetishtik amal hareketi jasovchi fa'il söylemde ataladi. Ya'ni negizgi yetishtikda fa'il ataladi. Misol uchun zaraba urdi desam, sizlar menga so'roq qo'yasizlar. Kim urdi? Men zaraba Zaydun desam, sonda belgili bo'ladi. Jalasa desam, o'tirdi. Sizlar so'roq qo'yularingiz kerak. Kim o'tirdi? Men Zaydun desam, sonda ol belgili bo'ladi. Ya'ni negizgi yetishtikda fa'ili mendek turda keladi. Mendek turda bo'ladi uni fa'ili. Ne bo'lsa, misoli zaraba Zaydun, Zayd urdi, Zayd negizgi yetishtik yesimchi fa'il. Irqsiz yetishtikda amal hareketni boshqa birov jasaydi. Amal hareketi jasovchi fa'il söylemde aytilmaydi. Misol uchun zuriba Zaydun, Zayd urildi. Kim urdi? Belgisiz. Aytilmagan. Suriqa malun, mal urilandi. Kim uriladi? Belgisiz. Solay. Sonda o'rindovchisi belgisiz bo'lsa, kelmasa, uni irqsiz yetishtik, majhul nemesi fa'ili aytilmagan deb aytiladi. Mana bu bugungi sabag'imizda sizlar lazim ne mutaaddi ne so'sin mana mutakallim, muxotab, g'oyib deganlarimiz ne fa'il neshturi bor, mana so'roqlar kelgan. O'sha so'roqlarga javob berетін sizlarda ilm bo'lishi kerak. So'dan keyin inshaalloh taala kelasi sabaqda endi o'tgan shax yetishtirgan joyli sabaq yurgizamiz. Barakallohu fikum. Subhanakallohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.